Assalomu alaykum akalar. Sizlar bilan Islom har doimgidek men bilan birga kanaldasizlar. Hozirda men o'qish joyiga ketyapman, universitetga. Shuning uchun meni yerda o'rtog'im kutib turibdi. Hamkursum. Biz borib diplom ishiga mavzu olishimiz kerak. Mavzuni olib may oxiri, iyun oxirlarigacha biz diplom ishini yozib, diplom zashita qilishimiz kerak. Shunga hozir biz borib diplom mavzusini olamizda. Xudo xolasa keyingiga tayyorgarlik. Undan keyin men ish joyidan javob olgandim. Обязательно ishga borib, xudo xolasa ishlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Sizlar o'qiysizlarmi, ishlaysizlarmi akalar? Men xudo xolasa Novosibirsk shahridaman. Nimaga bu narsani aytyapman? Chunki videoda ko'p yangi odamlar bo'lishi mumkin. Meni ko'rgan odamlar aytgancha hammaga rahmat. Bundan oldin chiqqan videoyimni qo'llab-quvvatlaganlar uchun 30 tadan oshiq kommentariy yozdi odamlar Novosibirskdan. Hammalaringga rahmat, akalar, opalar. Bu ikkinchi video, agar ko'rib turgan bo'lsalaring, yana bir marta rahmat aytaman. Chunki men uchun bu juda ham katta yutuq. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring men uchun juda ko'p narsani bildiradi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, kommentariy yozib, like bosib ketish eslaringdan chiqmasin. Hachabi bepul. Hozir men ostanovkaga kelib qoldim. Avtobusga minib metroga yeta olaman. Metroga tushsam videoga olishni boshlayman yana. Shuning uchun kuzatib boringlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Ichishga va yeyishga bironta shirin narsa yoki yegilaring kelgan narsani tayyorlab olinglar. Video qiziq bo'ladigan umiddaman. Hammaga rahmat. Ostanovkada odamlar turibdi o'sha avtobus kutib. Chipa. Tam tujim. O avtobus keldi, ketamiz. Akalar, mana kelib oldim. Studentsiya. Assalomu alaykum. Hamkursum. Короче, hozir biz o'qish joyiga ketdik. Ko'rishib oldik. Timirkan, bratan, передай привет по-братски. Привет всем подписчикам. На. Первое видео 1000 просмотров. 30 чем-то комментариев. 70 чем-то лайков. Видео набирает просмотров. Привет всем подписчикам Ислама. Поздравляю тебя с первую 1000 просмотров. 30 подписчиков с первого видео. 30 подписчиков? 30. А что за канал? Ну, на узбекском я снимаю, на своем языке. И вот сейчас меня люди смотрят. И я обязан сейчас снимать влог, потому что все пишут: снимай побольше видео, снимайте, интересно смотреть за тобой, следить. Чисто влоги я начал снимать. Там Инстаграм, тудим-судим. Что, работаешь? Да, работаю. Нифига у тебя шапка прикольная. А на Сарева, А? На Сарева были? А, чё ты... Какое место занял? Никакое. Ты боролся? Nixoya shit. Akalar, hozir musobaqaga borib kelgan ekanmiz. Barba bilan shug'ullanardik biz. Shunaqa gaplar. Shapkasini ajoyib shapkam bor ekan desam, musobaqada edi, musobaqada berdi dedi. Xo'p. Bo'pti akalar, biz universitetga boraylik, bo'lmasa universitetda gaplashamiz yana. Sizlarga video olishga harakat qilaman. Прям научно звучит. Да. Да, прям очень научно звучит. Ну нет, смотрите, я объясню по смыслу. В чем суть? Люди, ну, идея понятна? Ну, приблизительно. А реализация насколько сложно будет это? На самом деле это не очень алгоритмично. Не очень сложно. Нет, конечно. Ну, прикольно звучит. До этого я тоже думал, типа тоже. Для сообщества, онлайн-сообщества, у нас там есть модерация. Вообще, типа, знаете такую фишку, что большинство там фанатских сообществ, они живут, ну, то есть, не может быть популярным, там, не знаю, да. Получается, не будет просто как модератором, который может запретить писать сообщения, а у него будет некие другие роли, которые может получить он награждение или какие-то там, не знаю, за свои услуги. Или он может стать тоже популярным человеком, например, как известный модератор. Либо может это имеет смысл, что вот человек, допустим, он пишет, ну вот что-то делает, ну вот реально, типа человек наделал. Universitetdan chiqib oldik, diplom temasini ham aniqlashtirib oldik. Endi uni faqat отчет yozish kerak. Tema bo'yicha xudo xolisa uyga borib, tema yozib, tayyorgarlik ko'rib, keyin отчетni topshirish kerak, отчет to'la qabul qilish kerak, проверка qilish kerak.
Xuddi shunaqa gap akalar. Hozir biz obed qilgan kirdik, qorong'i chiqib ketdi. Ertalabdan beri hech narsa yeganim yo'q. Povur odamlar shunaqa bo'lishi kerak. Uyda tayyorlash juda ham qiyin. Erinib ketaman. Hozir qornim ochligi uchun даже yaxshi gapirganim yo'q. Uzr. Shuning uchun hammaga yoqimli ishtaha, kim agar ovqatlanadigan bo'lsa, biz KFC ga kirib burger oldik. 4 ta. Hozir endi yeb, men ishga, o'rtog'im apetitga ketadi dalish. Приятного аппетита. Ну это что за машина? Универсал что-то написано. Универсал лига. Зато бесплатная, да, шапка? Подарок. Videoni shu joyda tugatamiz akalar. Bugungi kun juda ham barakali o'tdi. Borib diplomni mavzuyimni tanlab keldim. Qo'l qo'yib berdim, qog'ozlar borib topshiradi ular dekanatga. Va bugun o'qishdan chiqib ishga borib ishimni ham qilib keldim hozir. Soat уже bizda 12. Studentskiy metro yoniga kelib oldim. Hozir endi apshaga kirib dam olamiz. Dam olgandan keyin ertaga xudo xolisa ertalabdan dadamning oldiga borib ishlarimizni hal qilib, dalshi o'qish yana. Endi dam 3 kun. Shu 3 kunning ichida yangi videolar chiqadi, xudo xolisa. Qiziqarli. Men hozir olgan videolarimni 4 kun, 5 kunning ichida qo'yapman YouTube'ga, chunki orada vaqt bo'lsa yaxshi. Men uspet qila olaman yangi videolar olish uchun. Shuning uchun videolar 3 kun, 4 kun, uzoq bilan 5 kunda chiqadi yangi video. Ko'rib kuzatib boringlar, podpisatsiya qilib qo'yinglar. Hammaga kattakon rahmat. Kimda kim ko'rgan bo'lsa videoni oxirigacha. Keyin akalar yana bitta narsa so'ramoqchi edim. Bu juda ham xunuk eshitilishi mumkin, lekin aytmasam bo'lmaydi. Chunki bu narsadan o'ylab ko'rdim o'zim. Nima uchun hozirdan shu narsani qilish mumkin emas? Shu narsani so'rab bo'lmaydi dedim-da. Shu agar kimda kimni возможности bo'lsa, описаниеda o'zimni nomerimni yozdiraman, yozib qoldiraman. Поддержка uchun qancha bo'lsa от души kartamga tashlaverasizlar, xudo xolasa. Juda ham uyalyapman, chunki bu donat degan narsa. Donat degan narsa bor. Kimda kim agar qo'llab-quvvatlashni xohlasa, videolar ko'proq chiqishni xohlasa, donat qilishlaring bemalol mumkin. Donatlaringni men отдельно shot qilib chiqaman. Shotda sizlarning nomlaring va nima yozganlaringni donatga обязательно pul tashlashdan oldin o'zlaringiz сообщениялаringni qanaqadir niyatlaring bo'lsa yozishlaring mumkin. Bu narsani men shot qilib YouTube'imga va Instagram'imga qo'ydiraman. Xo'p akalar, bo'pti, bo'lmasa hamma o'zini ehtiyot qilsin. Ota-onalaring asranglar, o'zlaring asranglar. Sizlar bilan Islom bo'ldi, men bilan birga kanalda eslar. Podpisatsiya bo'lib qo'yishdan chiqmasin agar. Hammaga rahmat.